Okalar, Yakkasaroy tumani Xushbegiga kelganman. Qaranglar, remontlariga o'zingizlar hozirdan bitta like bosib qo'yasizlar. Umumiy maydonimizni 95 kvadrat metr, atak faktiski o'zi 100 kvadrat metrdan oshadi. Shundoq tayyor remontlari bilan shundoq kirasizlar, yashaysizlar. Mebel texnikalari bilan sotilyapti. Lokatsiya prosta shikolat joyda joylashgan. Okalar, Xushbegini bilasizlar-ku. Yangi masjid tushyapti. Masjidning ro'parasida akalar 9 qavatli domni 9-qavatida joylashgan. Hozirdan like bosib qo'ying. Videoni oxirida akalar narxini aytaman. Narxi bor, vobshe shikolat narxi. Bu asosiy eshigimiz bo'ladi. Qaranglar. Asosiy ishidan kirib kelganda mana shunaqa dekorativniy o'zini quyma tiyagalari bor, ko'roslarni shunaqa atmosfera beradi. Gap bo'lishi mumkin emas, kafillari ham shu ideal holatda. Chap tarafimizda hojatxonamiz bo'ladi. Lampochkasi kuyib qolibdi, ming bor uzr. Qaranglar, bu joyimiz o'zi kadastrga kiritilmagan, zavodskoy mana shu eshik mana bitta bo'lgan. Bu joyimiz samazaqat qilingan. Unumli foydalanishgan. Kirib kelayotganimiz katta koridorimiz bo'ladi. O'ng tarafda stronni shkaflari bor. Xonalari bilan birma-bir tanishtirishni boshlaymiz. O'ng tarafdan boshlaymiz. O'ng tarafdagi xonamiz bu detskiy xonamiz bo'ladi. Tashqariga qaragan derazasi bor, lyustralari bor, patologlarga o'ziga bitta baho berib qo'yinglar. Aboylariga nechi? Gap bo'lishi mumkin emas. Mebellari hamma narsasi ideal holatda turibdi, shkaflarigacha. Hamma narsani qanday bo'lsa shundayligicha tashakkur etaman deyaptilar egalari. Bu yoq tarafimizda yana bitta detskiy xonamiz bo'ladi. Bu yerda ham konditsioneri bor, konditsionerlari ishlaydi, okalar. Mana shu hamma narsasi shkaflari komplekt shundoq qoladi. Tashqariga qaragan derazasi bor, bu yerda ham planirovka prosta shikolat. Kir mashinalari bor, kir mashinalarigacha ishlaydi. Bu yoq tarafimizda yuvinish xonamiz bo'ladi. Katta razmerda, ko'rasizlarmi? Kafillarni qaranglar, ideal holatda. Shunda bitta uborka qilasiz, yashaverasiz gilamlaringizni to'shab. Mana bu yoq tarafimizda родительский спальня bo'ladi. Родительский спальняdan tashqariga qaragan derazasi bor, konditsioneri bor, televizorning zona, ko'rasizlarmi? Shkaflariga nechi. Shaxsan menga yoqdi. Shunaqa variantlarni o'tkazib o'rmaslik uchun har kuni sotildi uy kanalini kuzatib turinglar. Bunaqa variant topish ham o'zi muammo-da. Bu yoq tarafimizda kattagina razmerda mehmonxonamiz bo'ladi. Mana shu stol-stullari, televizorlari, konditsionerlari, pardalari, xullas xonadonimizda nimaki ko'rayotgan bo'lsanglar, shundayligicha qoladi. Eski stol-stul, lekin ideal holatda. Bitta cheescake qo'rasizlar. Xo'p, mana bu tarafimizda bu oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizni balkonga chiqarishgan. Bu yerda har kun choy o'tirgan joy qilib bo'lsanglar bo'ladi. Mana xolodilniklari bor, televizorlari bor, bu narsalar ham qoladi. Mana bu liftning orqasi bu yerda ham samazaqlatib qo'yishgan. Kladovka sifatida foydalansanglar bo'ladi. Domda o'zi bilasizlar-ku. Dom bo'lganlik hisobiga kladovka ko'pchilik narsalarni joylashtirish olmaydi, shuning uchun kladovka asqotadi. Mana bu tarafimizda balkonimiz, oshxonamiz balkonga chiqarilgan. Gaz plitalari, vichkalari, mebellari hamma narsasi bor. Bu tarafimizda tapchanning zonasi bo'ladi. Ko'rasizlar, tapchanning tagidan ham unumli foydalansanglar bo'ladi. Mana endi lokatsiyani qaranglar. Shunday yo'l yuzi bo'ladi, okalar. Xushbegidagi mana yangi masjid hamma biladi, yonida mana eski masjid. Mana buni yonida yangi masjid qurilyapti. Mana bunaqasi ketadigan bo'lsa, Yujniy vokzal, Do'mbrobod, Chilonzor, liboy joyga chiqib ketsanglar bo'ladi. Lokatsiya prosta bomba. Pastda mashinalarni qo'yaman desanglar, parkovkadan ham muammo yo'q. Xullas, okalar, xonadonlarimizni ko'rdinglar. Remontlari bilan tayyor holatda. Kvadrat metrimiz 95 kvadrat metrni tashkil qiladi. Okalar, kadastr hujjatlaridan muammo yo'q. Endi buni narxiga keladigan bo'lsa, startoviy narximiz 105 ming dollarga baraka qilishingiz mumkin. Sunnatiga yaxshigina skidkasi bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiraman.